Kim biladi bu nimaligini? Assalomu alaykum. Biz Zarafshondamiz. Hop. Shogird tekshirib ko'ryapti. Bu ko'rganlaringiz o'sha shamol tegirmonlari. Hop. Elektr energiya chiqarib beradigan shamol tegirmonlari bo'ladi. Hop, bu yerda juda ham ko'p ekan. Rosa ko'p ekan. Uzunligi 80 metr. Har bittasi mana shunday 3 ta qo'yiladi. Juda ham mana bunaqa qilib yasalgan ekan. Buni qirralari ham ko'rinmaydi даже. Sizga ham ulashgim keldi. Muxlislarimga oyda ham bitta videoga boramiz. Hop. Biz Samarqandga qaytyapmiz, xudo xolisa. Samarqandga borganda yana dalchi videolar qo'yamiz. Rahmat hammaga.